Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlarda 4-pokoleniya regulirovka bo'yicha dars o'tib turibmiz shogirdlarimizga. Qashqadaryodan, Navoiydan, keyin Surxondaryodan kelgan shogirdlarimizga o'rgatganmiz shu narsani. Hozir ham yana Qashqadaryo shogirdlarimizga o'rgatyapmiz, polni, xudo xolasa. Dars qanday kechadi? Gazdikini qo'yamiz, ertaga konditsionernikini ham qo'yamiz, qanday ko'rsatganimiz, ya'ni konditsioner ishlamay qolsa qanday diagnostika qilish ular ko'rsatib o'tamiz. O'sha ham tak. Yaqinroq. Birinchi bu benzin injektorlari bo'ladi. Chizib qo'yibmiz. Bu gaz injektori. Qo'ldan kelguncha chizdik, o'xshatib. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Endi mashinani o'chirib tursa. Tak, yaqinroq kompyuter bor. Yana yaqinroq. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi обороты deb qo'yibdi. Bu nimani bildiradi? Ustiga borib turamiz. Порог переключения, ya'ni ana uni gazni miyasi 500 оборотdan ko'pni ko'rsagina yoki 500 ni ko'rsa benzindan gazga o'tishga ruxsat beradi degani bo'ladi bu. Hozir shuni 1000 qo'ysam gazga o'tmaydi mashina. Yani tushunib olishingiz. Ikkinchi. Tak, temperatura переключения, ya'ni 35 gradusdan o'tgandan keyin yo 35 bo'lganda benzindan gazga o'tadi degan. Endi переключение silindr. Endi shu joyini daskada tushuntirib o'taman. Daskaga qarab 300 turibdi, yaqinroq qilib. 300 sekund emas, ya'ni millisekund turibdi. Millisekund. Daskaga qaraymiz. 3-pokoleniyada benzinni yopgandan keyin sraz gazni beradi, bilsangizlar. 4-pokoleniyada unday bo'lmaydi. Benzindan gazga o'tish mobaynini tushuntirib o'taman sizlarga. Qarang. Birinchi benzinni injektorini yopadi, ya'ni yopganda kres qo'yamiz mana, kres. Buni yopib turib, buni qo'shadi. Qo'shganiga plus. Ya'ni 3 ta silindrimiz hali benzinda ishlab turadi. Men dolya sekundda bo'lib o'tadigan narsani sizlarga sekin tushuntirib o'taman. Buni benzinni injektorini yopib, gaznikini qo'shadi. Keyin oradan mana bu yerda 300 millisekund, ya'ni 0.3 sekund o'tgandan keyin bu yerga qarang. 0.3 sekunddan keyin ikkinchi injektorga o'tadi. Bu ikkinchi benzin injektorimizni yopib, ikkinchi gaz injektorimizni qo'shadi, mana plus qo'yaman. Yana xuddi shunaqa qiladi. 0.3 o'tib, buni yopib, buni qo'shadi. Yana shu 0.3 buni yopib, buni qo'shadi. Shuning bilan mashinamiz gazga polnosti o'tadi. Endi bu joyi hozir bizlarda 300 millisekund turibdi. Bu degani hamma mashinani shunday qo'yish kerak degani emas. Agar sizlarda benzin nasozga gazga o'tganda benzinni yopib turadigan reyli qo'yilgan bo'lsa, buni mana shu oxirdagi 3 ta pokazaniyani maksimalni tushirib qo'yasizlar pastroqqa. Chunki oradan masalan ko'p vaqt o'tib gazga ko'proq vaqt o'tadigan bo'lsa, o'sha benzinning davleniyasi yetmasdan o'chib qoladi mashina. Reyli qo'yishni maslahat bermayman o'zi, kerak emas bu narsa. Keyin bundan keyingini tushuntiraman. Ya'ni buni tushundik. Между silindrami. Bir silindrni yopib keyingisiga o'tishlikni orasi 0.3 sekund qo'yilgan. Buni mashinani sostoyaniyasiga qarab kam qo'ysangizlar zo'r o'tyaptimi gazga yo ko'p qo'ysangizlar zo'r o'tyaptimi? Ana shunga qarab o'zgartirasizlar. Buni bir ma'lum bir joyda qo'y degan joyi yo'q. Keyin pastga tushamiz. Pastga tushsak, задержка напыления, ya'ni bu yoqqa qarating. Buni reduktor deb olsak, reduktorning bu yog'ini mana bu magnitoklapani, plus minus keladi. Keyin bu mana bu injektorlarga keladigan shlanga, magistral. Mana bunday magistral. Bundan gaz o'tadi. Gaz bundan keladi. Bunga plus kelib tirs etib qo'shgandan keyin bundan gaz o'tish kelishni boshlaydi gazovoy injektorlarga.
Задержка naполнения mana shu magistral to'lib olishini, ya'ni yaqinroq qarating. Shu magistral, shu shlangimiz to'lib olishini 1 sekund kutadi. 1 sekund kutadi. 1 sekund kutgandan keyin mana bu protsedura boshlanadi. Birinchi sizga tushuntirganim. Ya'ni benzinni yopib, gazni qo'shib, sekin bunday bo'lib keladi. Bu 1 sekundimiz ana shuni anglatadi. Buni ham o'zlaringizni mashinalaringizni sostoyaniyasiga qarab qo'yasizlar. Qancha qo'ysangiz mashina zo'r o'tyapti, shunga qarab qo'yaverasizlar. Hamma joyi sog'lom mashinada bunday qo'ysa chotki bo'ladi hammasi mana. Mana shunday bo'lsa chotki 200-202 qo'yiladi. Endi oxirgisi nima bu? Время переключения, ya'ni bizning gradusimiz ko'rsatib turibdi. Hozir buni shogirdlarimiz eshityapti. Buni shunchaki videoga olayotganimiz yo'q. Tak, 35 gradusdan o'tib, masalan, bu yoqqa qarang. Bilsangizlar, reduktorda suv datchik bo'ladi. Suv datchikimizda ikkita sim bo'ladi. Reduktor ichida antifriz ham aylanadi bilsangiz. Mana shu antifriz, aylangan antifriz gradusi 35 gradusdan, ya'ni biz bu yerda 35 qo'yganimiz uchun aytyapmiz bu gapni. 35 gradusdan tepa payti, любой payti zavod qilganingizdan keyin 2 sekunddan keyin gazga o'tadi. Bu shu degani bo'ladi mana. Время переключения. Mashina 35 gradusdan tepa bo'lsa, qachon zavod qilsangiz ham 2 sekunddan keyin o'tadi. Undan oldin ham, undan keyin ham emas. Bu shu joyi bo'ladi. Mana shu tarzda, endi qarang. Mana shu tarzda biz hozir mana bu kartalari, korreksiya, оборот, давление gaz, benzindan gazga o'tmay qolishi, gaz injektorlarini porядкasi 1 2 3 4 masalan adashib ketsa qanday topish, hozir hammasini dars qilib o'tamiz. Bizning darsimiz 4-pokoleniya bo'yicha xuddi shunday qilib o'tkazamiz.